Hurmatli do'stlar, sotuvimizda Nexia 2 avtomobili. Nexia 2 egadan hech qanaqa ishlari yo'q, deyapti egasi. Nexia 2 mana 1.6 motor. Bu Nexia 2 ning 1.6si o'zi tushunganlar biladi. Rementi yangi qo'yilgan, motor podushkalar qilingan, old orqasi butun. Faqat eshiklarda kraska bor, ichi tuning qilingan salonlari. Keyinbot kolonkalar. Eshik obshipkalarida o'zi mana ko'rinadi, tushungan bo'lsa. Holatda turibdi. Diodlar o'rnatilib qo'yilgan obshipkalarga. Xohlasangiz yoqib ham ko'rsatamiz yurg'izib. Tangazlari bor. Aytishlari chotki. Pioner magnitofon o'rnatib qo'yilgan, sportlashtirilgan. Faqat mashinani haydash kerak. Mashina mingani tayyor. Olasiz-u, minasiz. Olgandan keyin texnik ishlari yo'q aka, boshqa, misol olgandan keyin boshqa xarajatlar chiqmaydimi? Mashinani hech qanaqa xarajati yo'q. Yo'qlari yanvarda almashtirilgan. Bagaj qismidan ko'rsatadigan bo'lsak, bagaj qismi zapasning kalpaklari bilan bor. Aka kalpagini bonusga beramiz deb aytganimizdek. Gaz balon 100 talik. 100 talik gaz balon. Kenwood usilyuterga alohida baho beramiz. Buni bilgan biladi. Uni maydafoni mazza qilasiz. Eshitsiz? Uni maydafoni mazza. Mashinani faqat haydash kerak. Haydash kerak. Aybi yo'q boshqa. Qarang, generalniy davenisi chiqadimi? Beriladi. Обязательно beriladi. Aka oxir bahosi necha pul bizning obunachilar uchun? 4000 deyapmiz, kami bor. 4000 kami bor. 4000 kami bor. Yilini aytdik, 2010 yil. Yurgan masofasi qancha edi? 420 ming. 420 ming kilometr. Bemalol ko'rarli. Mashinamiz hali zanglar uncha ko'tarilmagan. Hurmatli do'stlar, orqa eshiklarning zanglar bilan tanishtiradigan bo'lsak, zanglar uncha ko'p gullab ketmagan. Aytganimizdek, salon holatlari yaxshi, Kenwood kolonkalar o'rnatilib qo'yilgan. Aka, telefon raqamini aytib o'tib keting. 90lik. Aha. 098 67 60. Hurmatli kuzatuvchilar, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Akamizning nomeri 24 ga 7 ishlayveradi. Qiziqqanlar bemalol mana qiziqqanlar bilan qilaveringlar.